Obunachilar, Chashmani orqasidan Olsutelik yangi qurilgan uchastkani chiqyapti. Uglovoy. Fasadlari ham qilib qo'yilgan. Gaz svitda muammo yo'q. Lokatsiya yaxshi bo'layotganlar. Ajoyib uchastka. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Kirishimizda mana darvozaxonamiz. Uyimiz polni burchakga terilgan. Birinchi xonamiz mehmonxona. Ikkinchi xonamiz bor ekan. Ayollar mehmonxonasi. Mashxonamizda ham akkurat qilib qo'yilgan. Hovli chiqinashamagan hovli. Uyimizda asosiy kirish uyi, mana aka. Bitta spalni. Uyimizni katta-katta qilib tayyorlangan ekan. Remontlari ham akkuratli. Ikkinchi xona yo'qdi. Xona. Uyimiz juda katta-katta tayyorlangan, yangi remontlar. Mana aka. Zal. Suvlar yakpolozga kiradi. Suvda muammo yo'q. Zilon zonasi. Hojatxona, hammom. Uyimizda mana podval qilingan. Bu esa hovlimiz Olsutiga joylashgan. 6 ta xonadan iborat. Narxi starti 75 ming so'ralmoqda. O'tayotgan joyi bor. Realni o'tkazib berib, pastdagi nomerga bemalol chiqib